men islohot yo'lidaman desa, men o'nglanyapman desa-yu, kitobdan uzoq bo'lsa, uning so'zi quruq da'vo deydilar. Ochilgan har bir kitob do'koni, chiqqan har bir kitob bu millatning baxti. Hozir birovga aytib bersam, shu o'rtog'imga shuni, u sertifikatni olib keladi-yu, xohlagan kitobni olib ketadi. Siyratni fan sifatida shakllantirgan olim, Hanafiy mazhabiga hujum bo'layotgan bir paytda, bilar bilmas toshlar otib turilgan paytda ustoz Shayx Saloh Abul Hojning bu kitoblari nihoyatda ulug' kitob. Arab dunyosida ham bu yo'lni tutgan qomuslar bisyor emas. Ulardagi ko'p misollar arab she'riyatdan olingan. Bu kitobda asosan keltirilgan misollar, dalillar Qur'on va hadisdan olingan. Bu kitoblarning nomini bilishni o'zi baxt. Muallif nomini o'zini bilishni bir baxt. Bismillah, alhamdulillah, assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, e'tiboringiz markazida Hilol mehmoni dasturi va biz ushbu ko'rsatuv bilan Buxoro shahridamiz. Ustoz, assalomu alaykum. Yaxshimiz? Ustoz, salomatmisiz? Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Mana shunday taklifimizga labbay deb kelganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Ustoz, o'zi Hilol nashr Buxoroda ochilishi do'kon sifatida qay darajada muhim deb o'ylaysiz? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalomu ala sayyidina rasulillah. Muhtaram mehmonlarimiz, avvalo xush kelibsizlar. Qadamlaringizga Alloh hasanot yog'dirsin. Albatta, ulug'larning bir so'zlari bor. Kimiki men islohot yo'lidaman desa, men o'nglanyapman desa-yu, kitobdan uzoq bo'lsa, uning so'zi quruq da'vo deydilar. Quruq gap. Har bir men kamolot yo'lida, islohot yo'lidaman deydigan odam albatta kitob o'qimasa bo'lmaydi. Ochilgan har bir kitob do'koni, chiqqan har bir kitob bu millatning baxti, millatning saodati. Xususan bir millatiki asr davomida istibdod tuzumi, ma'naviyat ma'rifatdan yiroq edi, bu ularni inshaalloh baxtlari hisoblanadi. Hilol nashr do'koni rasmiy do'kon sifatida alhamdulillah bir necha yildan beri bizni shahrimizga faoliyat olib boryapti. Allohga hamd va sano. O'ziga yarasha obro'si, o'ziga yarasha e'tibori, o'ziga yarasha mijozlari bor. Mutasaddi bo'lganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Do'konni, ilm maskanini mana shunday darajada ushlab turibdilar. Va bir necha oy oldin do'koni yangi joyga ko'chdi. Yangi adres, yangi manzil, yangi lokatsiyaga o'tdi. Bu albatta bu tanlangan lokatsiya o'tgan joydan ham ko'ra gavjumroq. Buxoroni yangi tarafi, aytishimiz mumkinki, yangi O'zbekistonga yangi do'kon. Albatta, u eski joy ham yaxshi ishladi. Allohdan so'raymizki, ularning sonlari ko'paysin. Hilol do'konini deyarli har bir ilmga oshufta buxorolik biladi. Va bu joyga ochilishligi, Katta Shoh ko'chaga ochilishligi bu yana uni salohiyatini viloyatda ko'taradi. Alloh rozi bo'lsin. Xush kelibsizlar. Sizni do'konga hozir taklif qilsak, bir mutaxassisimiz bor, qo'ldan kelgancha sizni do'konni aylantirsalarda va u yerda bitta shartimiz bor. Sizni uyingizda albatta kitob ko'p bo'ladi, ilmiy xonangizda ko'p bo'ladi. Endi baribir siz o'zingiz shu do'kondan qaysidir kitobga hozir shu daqiqada menga kerak edi degan bir nazaringizga olgan kitob bo'lishi mumkin. O'sha kitobni tanlasangiz, biz sizga uni hadya qilsak va biz bu videoda ko'rayotgan insonlar Aziz Xo'ja ustoz aynan qaysi kitobni tanladilar, nima uchun tanladilar, shuni biroz hikmatini yoki tafsilotini ham bildirib ketsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ustoz, marhamat. Rahmat. Bismillah. Assalomu alaykum ustoz. Salomatsiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, yaxshi kelibsiz. Hilol nashriyotining Buxorodagi do'koniga xush kelibsiz. Rahmat. Ustoz, bir chetdan boshlaydigan bo'lsak, bu yerdan boshlasak, bu Hazratimiz boshchiliklarida ta'sis qilingan Hilol jurnali va ayol qizlarimiz uchun Omina jurnali har oyda bizdan nashr qilinib, odamlarga yetib boradi. Juda ajoyib. Alloh ziyoda qilsin. Nihoyatda tanlangan mavzulari ham va albatta jurnallar xalqimizning sevimli jurnallaridan, ilk sonlardan o'qib boramiz, tanishib boramiz. Bu yerda kitobxonlar o'ziga bir-biriga kitob hadya qilishi uchun chiqarganmiz sovg'a sertifikati. Qaysidir inson do'stiga kitob sovg'a qilishi mumkin. Sovg'a qiladigan kitobi
unda bo'lishi mumkin. O'shani oldini olgan holda o'zimiz chiqarganmiz sovg'a sertifikati. Sovg'a sertifikatini olib kelib, istalgan do'konimizda, O'zbekistondagi hamma do'konlarimizda hamda onlayn, uzoqroq bo'lsa, agar do'konlarimiz onlayn xarid qilib, uylarigacha yetkazib beriladi kitoblarimiz. Mashallah, bu yangilik, lekin buni birinchi eshitishim. Demak, shu 200 ming so'mlik kitob Ha. olib biladi to 29-yil 31-dekabrgacha. Bunga muddat yoziladi. Muddatlar o'zgariladi. Bu 100 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lgan sovg'a sertifikatlarimiz bor. Hozir birovga aytib bersam, shu o'rtog'imga shuni, u sertifikatni olib keladi-yu, xohlagan kitobni olib ketadi. Shu miqdordagi kitoblarni bemalol olishlari mumkin. Yangilik. Juda ajoyib. Ustoz, mana bu tajvidli mushaf sharif Hilol nashr nashriyotida chiqqan, o'zimizda chiqqan. Mashallah, juda ajoyib. Xalqimiz ichida nihoyatda keng qabul qilindi. Mashallah. Oyatni ochganimizda Sabo surasi baldatun tayyibatun va robbun g'afur. Yaxshi shahar, tayyib shahar, kechiruvchi Parvardigor. Mashallah. Balday tayyiba har bir musulmon yashaydigan, har bir musulmon ijod qiladigan, har bir musulmon yurgan shahar baldatun tayyiba. Bu yerda siyratga oid kitoblar. Salohiddin Abdug'afur ustozimizning kitoblari. Salohiddin domla bizning ustozimiz. Biz 1990-yil Mir Arab madrasasiga kirganimizda ustoz direktor edilar madrasada. Juda yaxshi ko'ramiz bu kishini. Bu kishi dars bergan, direktor rahbarlik qilgan paytlarda Mir Arab madrasamizda 500 ta talaba o'qirdi. Hamma uchun o'rnak edilar ustoz. Umrlarini uzoq qilsin, tan jonlarini sog' qilsin, ofiyat bersin. Ustoz yana Abdul Azim Ziyoddin ustozni siz payg'ambarni ko'rganmisiz? Makka va Madina davrlarida kitob qilib chiqarganlar. Savol-javobli oila davrasida, farzandlar orasida savol-javobli kitob. Abdul Azim domla o'zbek o'quvchilari uchun, o'zbek ommasi uchun siyratni fan sifatida shakllantirgan olim. O'zbek o'quvchisiga, ham mutaxassisligi o'quvchisiga, ham ommaga siyrat fanini nihoyatda xizmat qilib, bir katta fan darajasiga ko'tardilar. Alloh rozi bo'lsin. Hanafiy mazhabiga terannigoh Shayx Saloh Abul Hoj hazratlarniki. Juda zo'r, xususan Hanafiy mazhabiga hujum bo'layotgan bir paytda bilar bilmas mutaxassis bo'lmaganlar tomonidan toshlar otib turilgan paytda ustoz Shayx Saloh Abul Hojning bu kitoblari nihoyatda ulug' kitob, tarjimasi ham, nashri ham tahsinga sazovor. Bu yerda yana hazratimizning hadis va hayot kitoblari va oltin silsila loyihasiga kiruvchi sahih kitoblarimiz bor. Ustoz, oltin silsila hozir Buxoriy hadislarini hamma kitoblari chiqdi, hadis ko'rinishida. Endi bu har bitta hadisni sharhi bo'yicha chiqarilayotgan kitob. Har bir hadisni sharh qilinyapti. Hozir Sahih Buxoriyni 4 ta sharh kitobi chiqdi. Inshaalloh yana qolgan jildlari yana tahrir jarayonida. Juda ajoyib, juda katta ish. Buxoriyni tushunish, uni anglash yo'lda qilgan nihoyatda katta qadam. Ustoz, yana Abdulmannon Abdulloh ustozni yaqinda chiqqan muomalat masalalari kitobi bor. Alloh ziyoda qilsin. Abdulmannon domla katta bir fanni, katta bir sohani egallab, minglab odamlarni dardiga darmon bo'lib, minglab tadbirkorlar, tijoratchilar, ishlab chiqaruvchilarni qalblaridagi shubha, gumonni ketkazishga sabab bo'layotgan katta allomalardan Alloh rozi bo'lsin. Ustoz, bu qatorimiz arab tili darsligi. Bu arab adabiy tili kitobi Hilol nashr nashriyotidan chiqadi. Oxirgi kitobi 8-kitob yaqinda chiqdi. Bu shu to'plam holida bitta ustoz. Harfni boshlab, mana ko'radigan bo'lsak, harfni boshlab yozishdan B2 darajasigacha bitta va bu yerda ko'plab boshqa kitoblarimiz bor. Darhaqiqat mustaqillik zamonida 30 yildan beri arab tilini o'rganish, bevosita Qur'oni Karim ma'nolariga murojaat qilish,
Qur'oni Karimdagi la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun oyati karimasidan kelib chiqqan holatda arab tilini tushunishlikka bo'lgan e'tibor. Alloh taolo Qur'oni Karimni bilisanin arabiyyin mubin deydi. Biz Qur'oni Karimni arab tilida nozil qildik deb marhamat qiladi. Mana shu yilda qilinadigan ishlardan va mana bu arab tilidagi qilingan ishlarni sirasida al-qomus lug'atiga qara e'tibor bermasak bo'lmaydi albatta. O'zbek tilida, nafaqat o'zbek tilida vaholanki sobiq ittifoq davlatlarining tarjima va qomus lug'at ilmida chiqqan kitoblarning gumbazi desak buni mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu boshqa qomuslardan ajralib turadi. Katta ustoz, arabshunos olim Ne'matullo Ibrohimov boshchiliklarida al-qomus 4 tom bu. Bu nihoyatda ulug' qomus. Men o'ylaymanki, arab dunyosida ham bu yo'lni tutgan qomuslar bisyor emas. Chunki bu kitobda asosan keltirilgan misollar, dalillar Qur'on va hadisdan olingan. Hatto arab manbalarda, arab lug'atlarida o'sha qomusul muhit bo'ladimi, tojul arus bo'ladimi, munjid bo'ladimi, al-mu'jamul vasit bo'ladimi? Ulardagi ko'p misollar arab she'riyatdan olingan. Ammo bu kitob esa bevosita, qo'rqmasdan Qur'oni Karim va hadisi shariflar o'sha Qur'onda shu ma'noni aks etilishligi, diniy adabiyotlarda shu ma'nolar qanday aks etganini ko'rsatgan. Masalan, tahta ko'pligi tahtun tuhutun, ostki qism, ost, past, tag. Ana shu yerda va'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar deyilgan oyati karimani Alloh ular uchun ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar tayyorlab qo'ygan deb bevosita oyatlar bilan misol keltiradilar. Minglab oyatlarni bu yerga dalil sifatida keltirganlar. Minglab oyatlarda bu mustaqillik ruhi, yangi O'zbekiston ruhi ufurib turgan, yangi asrga o'tish, islomni o'rganish, arab tilini o'rganish, dinni o'rganishni yangi asrga o'tishning bir katta misoli, katta namunasi deb o'ylayman. Bulardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh hamma tahririyat hayatidan rozi bo'lsin. Bu oson ish emas. Bu yaqin 50 yilda bundan ortig'i qilish oson emas deb o'ylayman. Juda ajoyib ish bo'lgan. Maza qildik. Do'konni juda katta ustunligi bor. Hamma bob. Ya'ni bu sohani mutaxassisi kirsa ham o'ziga kerakli bo'lgan narsalarga inshaalloh erishadi. Mutaxassis bo'lmagan oddiy namozxon kirsa ham, namozga, ibodatga, diniy iltizomga kirganiga oz muddat bo'lgan bo'lsa ham albatta o'ziga iymonini mustahkamlaydigan, sobit qadam qiladigan narsalarni topib oladi. Keyingisi juda xursand bo'lganimizki, soddadan murakkabga. Sodda narsalar ham bor. Yosh bolalar uchun, ayollar uchun, bolalar uchun juda ajoyib qilingan inshaalloh. Nihoyatda tahsinga sazovor va rus tilida, boshqa tillarda ham bo'lishligi tahsinga sazovor inshaalloh. Alloh ziyoda qilsin, Alloh kuch-quvvat bersin. Ustoz, rahmat. 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 Ustoz, kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat. Mehmondoshchilik qanday bo'ldi? Juda ajoyib. Ilm dunyosiga, kitoblar dunyosiga, yangi nashrlar dunyosiga alhamdulillah aylandik. Eng yaxshi o'tkazilgan fursat, ziyo fursati, komillik fursati. Bu kitoblarning nomini bilishni o'zi baxt. Nomini bilishni, muallif nomini o'zini bilishni bir baxt. Nashr bo'lganini ko'rish ko'zlarni quvontiradi. Diniy ma'rifiy yo'nalishda albatta arabiy matnlarga boy bo'lgan kitoblar albatta mutolaasida nima deydi, faolsiz. Tomoshabinlarimizga qiziq. Undan tashqari adabiyotlarga ham qiziqasizmi? Masalan, badiiy adabiyot, ilmiy adabiyot yoki jurnallar, shunlarga ham qiziqish bormi va qaysilarini? Alhamdulillah, Allohning marhamati bilan kutubxonamiz bor. Shu o'zbek tilida chiqqan kitob borki olaman. Mashalloh. Farqi yo'q. Adibnikimi, boshqasimi, o'zbek yozuvchilarining kitoblari, xususan Abdulloh Qodiriy, Abdulloh Qahhor, ularning kitoblari borki, bevosita insonni o'zini ruhini ham tetik qiladi va qolganlarga ham yetkazsa koni savob bo'ladi. Ustoz, tashakkur. Endi boya kirib ketayotganingizda mehmondoshchilikka bitta kitobni tanlasangiz degandim. Qaysi kitobni tanladingiz, ustoz?
Bu yerdagi kitoblarning hammasi mukarram, muazzaz. Bu yerdan qancha kitob olsak shuncha kam, lekin musulmonni hamisha qalbida ham, hayotida ham Qur'oni Karim, payg'ambar alayhisalomning sunnatlari birinchi uning hamrohi bo'lishligi kerak. Qur'oni Karimni to'g'ri o'qish, to'g'ri talaffuz qilish eng katta daraja, eng katta banda uchun ilohiy marhamat. Xayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allama. Yaxshingiz Qur'onni o'qib, o'qitadiganingiz, o'rganib, o'rgatadiganingiz. Shuning uchun Shayx Ayman Suvaydni Qur'on tajvidi, suratli tajvid degan kitoblarni tanladik. Do'stlar, ustoz aynan mana shu kitobni tanladilar. Ustoz, sizga tashakkur. Demak, bizning Hilol nashr do'konimizda aynan tajvidni o'rganuvchilar uchun, arab tilini o'rganuvchilar uchun ham adabiyotlar, kitoblar yetarli darajada mavjud. Hilol nashr do'konidan sizga bir qancha kitoblar bor, ustoz. Bularni birin-ketin sizga hadya qilamiz. Aynan Shayx hazratning o'zlarini tashabbuslari bilan tashkil qilgan Hilol jurnalidan, mana yangi soni va hazrat o'zlari haqidagi son va Omina jurnalidan va undan tashqari Buxoro tarixi albatta bu bo'lmasa bo'lmaydi va undan tashqari ustoz yana bir qancha kitoblarimiz bor. Ustoz, sizga yana bir bor tashakkur. Sizlar ham xush kelibsizlar Sharif shahrimizga. Qadamlaringizga hasanot. Alloh taolo xayrli qilsin, barakotli qilsin, manfaatli qilsin. Xush kelibsizlar.